Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar yaxshimisizlar? YouTube taraqqiyot kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Sizlar YouTube taraqqiyot kanalidasizlar. Bundan oldin men kanalimga ikkita video joylangan. Bittasi top 3 ta yo'nalishlar Amerika yo'nalishi, bittasi telefonda qanday qilib Monster Truck yo'nalishida $1000 topish siri. Xo'p, playlistlarga kiradigan bo'lsak, playlislarimizda ham hozircha ikkita video bor. Playlislarimizda ham Xo'p do'stlar, biz sizlar bilan bugun qanday qilib video qo'yish rekka chiqadi, qachon soat nechida qo'yish kerak, qachon qo'yish kerak, xullas hamma savollarga bugun javob olasizlar. Do'stlar, bo'lmasam bu o'zbek kanal, shuning uchun unchalik yurmayapti, lekin Amerikan kanallarim yaxshi, har holda 62 ta, 22 ta prosmotr emas. Shuning uchun like bosib qo'yasizlar do'stlar, kanallarga ham shu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar kanalga. Keyin do'stlar, Telegram kanalimga o'tsanglar, mana shu YouTube taraqqiyot degan Telegram kanalim bor. Bu kanalga o'tsanglar ham do'stlar, men hamma o'sha ma'lumotlarni tashlab boraman. Mana bizning xizmatlarimizni aytib o'tganman bu yerda. Keyin bu yerda mana do'stlar, qaranglar, birinchi videomiz 3,5 k odam ko'rgan. Mana bilsanglar, men birinchi videomni 3,5 k odam ko'rgan. 3,5 k odamga YouTube tavsiya bergan. Demoqchiman, uzr. 3,5 mingta odamga YouTube tavsiya bergan. Rekomendatsiyasidan chiqarib bergan. Bu mana ikkinchi videoyim. Hamma maroqli tomosha qilyapman. Xullas video qo'yilganmi? Keyin mana Monster Truck'ning mod versiyasi. O'sha videomizni ko'radigan bo'lsanglar, tushunib olasizlar buni ham. Bu yerda mana CapCut'ning ham mod versiyasi bor. Mod versiyasi emas, premium. Pro versiyasi bor. CapCut'ning Pro versiyasi bor. Keyin mana bu yerda mana shunaqa o'yinga mana shunaqa preview tayyorlashni ham men ko'rsatib o'tganman. Xo'p, keyin mana bu promptni qaysi saytga tashlasanglar, sizlarga qanaqa rasm chiqarib beradi, sizlarni orzularingdagi rasmni qaysi saytdan chiqarib olsanglar bo'ladi. Bu prompt, mana shu prompt bo'ladi. Bu promptda xuddi shuni aytganman. Keyin mana men sizlarga hozir mana shu yo'nalishda videosini qo'yib ko'rsatib beraman. YouTube'ga video qo'yish bugungi darsligimiz, bugungi videomiz asosan YouTube'ga video qo'yish bo'ladi. Men bu videoni keyingi darsimizda, bu nishani keyingi darsimizda o'rgataman sizlarga. Mana matn qiyin, lekin video rekda o'rgatayman deganman. Ular haqiqatan ham bu videolar vobshe rekda, o'zimda ham даже. Bugun yangi video chiqadi 19:00 da. Mana 4:21 da yozganman, 4:34 bo'ldi. Pastga yozib qo'ydim buni. Bugun 19:00 da, hozir olayotgan video 19:00 da chiqadi. Xo'p, bo'lmasam biz ketdik. Hozir men bitta Amerikan kanalga video qo'yishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun do'stlar, biz birinchi bo'lib o'sha kanalimizga o'tib olamiz. Mana shu meni kanalim. Buni bekitib qo'yaman men. Sababi bu Amerikan kanal to'liq Amerika ko'radi. Ularning obzorini ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Hop, bundan YouTube Studioga o'tib olamiz video qo'yish uchun. Keyin do'stlar, sizlar YouTube videoda YouTube Studiodan qo'ymanglar. YouTube Studiodan qo'ymanglar. Telefondan qo'ysanglar, Chrome'ga kirasizlar. Chrome'ga kirganlaridan keyin YouTube Studioga kirasizlar. YouTube Studioni saytidan qo'yinglar. YouTube Studioni ilovasidan yoki bo'lmasa YouTubedan qo'ymanglar. Maslahatim shu saytdan qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa gapni ko'paytirmasdan qaraymiz. Mana content ko'taradigan bo'lsak, mana statistikaga o'tib turib, auditoriyaga o'tsak, yangi ochilgan kanal, mana ko'rishingiz mumkin. Qaysi davlatlar ko'rayotgan betini ochib qo'yaman bu joyini. Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Braziliya, Indoneziya, Vyetnam, Turkiya, O'zbekiston даже oxiriga o'chiribdi. Даже ranglilarga ham mana u statistikaga ham qo'shilmaydi даже O'zbekiston. Meksika, Malayziya, Filippin. Shu hozircha statistikamiz. Bundan ham yaxshilash niyatimiz bor. O'zbekistonni umuman chiqarib tashlaymiz. O'zbekiston bilan Turkiyani boshqa davlatlarni iloji boricha qo'shamiz. Xo'p, men videoni qanaqa qilib o'zlarini qo'ygan videoni analitika qilishda ham ko'rsatib o'tganman bundan oldingi videomizda. Xo'p, bo'lmasam biz video qo'yadigan bo'lsak, bu burchakda yaratish degan tugma bor. Yaratishga o'tamiz. Bu yerda video yuklash bor. Video yuklashni bosamiz. Bu yerdan yuklangan videolar shu yerga tashlang deyapti.
mana bu yerda mana man qilib qo'yganman. Alien Dance bo'yicha ishlayman bu kanalimda. Alien Dance'ni videosini topib qo'yganman. Bu videoni qo'yamiz. Mana ko'rgan bo'lsanglar, menda avtomatik nomi, opisaniyasi kelib chiqdi. Nom, opisaniya. Keyin bitta prevyus kelmayapti. Prevyus avtomatik kelib bo'lmaydi. Keyin men bu yerda yo'q bolalar uchun yaratilmagan deb bosaman. Даже bolalar uchun yaratilgan bo'lsa ham meni kontentim buni yo'q qo'yishim kerak. Sababi bolalar uchun yaratilgan qilsanglar YouTube Kids degan YouTube'da alohida programmasi bor. YouTube Kids shunga prямо YouTube Kidsga o'tib ketadi, videolarni reykka chiqmaydi. Keyin bag'da sozlamalar yo'q. Bu yerda bor, bitta tag qo'yasizlar, o'zlaring yaxshi cho'tki tagdan qo'yasizlar. Keyin men sizlarga hozir bitta narsani ko'rsataman. Shu joyda yoqib qo'ysanglar videolaring uchadi. Mana odamlar va bloglar qilganman turkumini. Buni o'zi men qilmaganman. O'zi tanlab qo'ygan odamlar va bloglar qilib tanlab qo'ygan. Bu yerdan biz o'zimiz har xil qilib bir o'zgartira olishimiz mumkin. Videomizga qarab mana fan va texnologiya, film va animatsiya, hobbi va uslub, hordiq, jamiyat, jonivorlar, komediya, musiqa, o'yinlar, odamlar va bloglar, sayohat va tadbirlar, sport, ta'lim, transport, yangiliklar va siyosat turibdi. Men o'yinlarga qo'yib qo'yaman, chunki o'yinlar ko'proq yosh bolalar ko'radi. O'yinlarga qo'yib qo'ysanglar, mana o'yin nomi ixtiyoriy deyapti. Mana shu yerga mana biz yozamiz. Alien. Bu yerga o'zi qo'ymasangiz ham bo'laveradi, lekin men qo'yib qo'yaman. Sababi meniki 100% o'yin emasda bu. Mana Alien Dance qilib qo'yib qo'ysam qaranglar. Bo'ldi, mana Alien Dance deb yozib qo'yaman. O'chib ketdimi? Mana o'zi mana shu yerda chiqishi kerak. Mana Alien Range turibdi. Yo'q, Alien Range emas. Alien deb qo'ysak ham bo'laveradi o'zi. Bo'ldi. Mana Alien turibdi, o'chib ketmadi endi. Alien qilib qo'yamiz. Bu yerda fikrlar bor. Fikrlari yoniq tursa, agar fikrlar yoniq qilib qo'yganingiz yaxshi, iloji boricha. Chunki siz videongizga kommentariy yozsangiz, yana ham YouTube ko'taradi videongizni. Bu yerda mana nechta tomoshabin, nechta siz videongizga like bosishadi, xuddi o'sha likelar ko'rinsinmi, ko'rinmasinmi foydalanuvchilarga deyapti. Buni ko'rinsa ko'rinsin deb qo'yasiz, ko'rinmasa ko'rinmasin deb qo'yasiz. Xo'p, endi men aytdim video tilini mana men inglizcha Amerika Qo'shma Shtatlari qilib qo'yganman. Xuddi sizlar ham xuddi mana shu video tilini mana Amerika Qo'shma Shtatlari qilib qo'yasizlar, agar inglizcha video qo'ysanglar. Video tagini gapirib o'tdim. Avtomatik joylarga ruxsat berish qilamiz. Avtomatik depozitlar va asosiy lahzalarga ruxsat berish qilamiz. Bu yerda mana hamkor taklif qilsangiz bo'ladi. Hamkor degani nima degani? Mana Instagramda video ulaysizlar, to'g'rimi? Ikkita akkauntga bir xil videoni ulab qo'yiladi. Xuddi o'sha narsa bu yerda bor. Hamkor taklif qilasizlar, bu yerga kuchukcha bilan o'sha boshqa kanalning nomini yozasizlar. Yozganlaridan keyin ulanadi video. Yozganlaridan keyin ulanmaydi, sizlarga nima beradi? Silka beradi. O'sha silkani jo'natasizlar. O'sha o'zlarining kanallaring bo'lsa, agar o'zlaring bir Telegramgami, soобщениягami tashlaysizlar, haligini ustiga bosib turib, ustiga bossalaring YouTube'ga o'tib ketadi. Keyin qabul qilish qilib qo'ysalaring bo'ldi, уже qabul qilib ketadi. Uni ham biz sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Xo'p, yoshga oid cheklovlar deyapti. Yoshga oid cheklovlar nimaydi? Ochib bir ko'rib qo'yinglar. Yo'q, meni videom 18 yoshdan kichiklarga ham mos keladini tanlab qo'yishlaring kerak. Agar buni tanlab qo'ysanglar mana, faqat 18 yoshdan kattalar uchun deb qo'ysanglar, u ketdi shu bilan. Pastdan 18 yoshdan kattalar ko'radi videongiz. Mana o'sha hozir videoyim sekin videoga ishlov berilmoqda deyapti. Buni ishlov berilishini kutamiz. Keyin bu yerda bizda fayl yuklash degan joyi bor. Bu mana eskiz deyapti. Chiqib ketib qoldi mana. Mana eski. Xullas bo'lmayapti, mana eskiz. Mana shu yerdan fayl yuklash qilib qo'yasiz. AB sinovi bor. Sizlarga mana shu yerda qaranglar, bitta YouTube'ga yangi qo'shilgan funksiyani aytib o'taman. YouTube ilovalaringni yangilanglar. Telefondan YouTube ilovalaringni yangilasanglar,
Sizlarda ham telefonda ham bu narsa chiqishi kerak adashmasam. Mana nomda ham absinov turibdi. Absinovni chekrasizlar, sizlar 3 ta nom kiritasizlar. 3 ta nomdan eng zo'rini YouTube sizlarga tanlab beradi. Keyin mana pastda preview, bu preview deyiladi bu bo'lim. Previewga ham mana absinov turibdi. Mana shuni bossanglar ustiga 3 ta rasm qo'yasizlar. Eskiz qo'shish, eskiz qo'shish, eskiz qo'shish deyapti. 3 ta nima qo'yasizlar, rasm qo'yasizlar YouTube eng zo'rini bittasini sizlarga tanlab beradi. Sarlavha va eskiz deyapti mana. Mana faqat sarlavha, faqat eskiz, sarlavha va eskiz deyapti. Buni mana bundan shuni tanlaysizlar-da mana. Eskiz qo'shasizlar, nom yozasizlar. Eskiz qo'shasizlar, nom yozasizlar. Preview qo'shasizlar, nom yozasizlar. Xullas shunaqa preview nom. Keyin sizlarga zo'rini tanlab beradi. Mana menga masalan mana bu preview o'zi avtomatik tanlab berdi. Mana avtomatik yaratilganlar deyapti. Mana shuni tanlab berdi sanga deyapti. Xohlasa men bu yerdan boshqalarni ham qilib qo'yishim mumkin. Bo'lmasa mana shuni qilib qo'ydim. Yo, men yerda ikkita bir xil bo'lib ham bo'lmaydi. Hop. Faylni bu yerda mana qayta tanlashni bosamiz. Keyin bu yerdan yaxshirog'ini tanlab qo'yamiz. Yo bo'lmasa mana bu yerdan fayl yuklash degan joy bor. Fayl yuklash bosib, o'zimiz galereyamizdan biron video qo'ysak bo'ladi. Galereyaga o'tamiz. Keyin men hozir mana shu joyini o'zim skrinshot qilib oldim. Shuning uchun mana aksiylar solishadi. Bo'ldi, xullas shu. Endi mana video elementlar degan joyga o'tsak, video elementlarida qaranglar, uzun video qo'yadigan bo'lsanglar, bu joy sizlarga eng kerakli joy. Mana yakuniy lavha kiritish degan o'rtada funksiya turibdi. Mana shuni video import qilishni bosamiz. Bu yerda masalan sizlar videolarning oxirida o'zlarining videolarini qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerdan o'zgartirishni bekor qilish turib boshqatdan so'ramiz. Hozir boshqa joyga kirib ketdim. Keyin bu yerdan mana hamma pulni o'zlarining videolarini chiqarib, o'zlarining videolarini masalan bunday qilib birovni, lekin o'zlarining videolaring oxirida chiqadigan qilib tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Bo'ldi, men saqlashni bosib qo'yaveraman. Xohlasam tahrirlash qilaman-da. Bu yerda yana element qo'shish qilib turib, yana video qo'shib qo'ysam bo'laveradi. Mana men ham ikkita videoni, o'zimning ikkita videoyimni video ijro etilayotganda oxirida qo'yilgan qilib qo'ydim. Endi qaranglar, bu joy nima? Bu joy mana mualliflik huquqi hech qanday muammo topilmadi deyapti. Hech qanday muammo topilmasa, keyin qo'yilgan videoni sababi bu mualliflik huquqi deyiladi. Agar birovning videosini qo'yib qo'ysangiz ban yeysiz. Agar mana shunday qizil chiqsa, xlab yuborasizda, keyin Chernoviga saqlanib qo'yasizda. Chernovidan ham o'chirib yuborasiz, sizga hech qanaqa zarari yo'q. Agar qo'yib yuborsangiz zarari bor unda. Endi sizlarda faqat mualliflik huquqi deb chiqadi. Menda hozir hamjamiyat tartib qoidalariga ham rioya qildi deyapti. Xullas hech qanday muammo topilmadi bunda ham, ikkinchi bosqichli tekshiruvda ham deyapti. Bu funksiya sizlarda chiqmasligining sababi menda kanal tarixi yongan. Shuning uchun menda mana shu narsa chiqadi. Kimda kanal tarixi yongan bo'lsa, xuddi mana shu narsa ptichka bo'lsa, keyin qo'yasizlar. Agar bu ptichka bo'lib turib, birinchi mualliflik huquqi muammo topilmadi turib, hamjamiyat tartib qoidalarida muammo topilsa, bunda endi bo'lmaydi. Sizlar monetizatsiyaga ulolmaysizlar. Bu narsa monetizatsiyaga ulash uchun kerak mana shu ikkinchisi. Keyingisini bosamiz. Bu yerdan endi qaranglar, maxfiy qilib qo'ysanglar, videolari yopiq tarzda turadi. Hech qanaqa hech kim ko'ra olmaydi. Faqat sizlar odam qo'shib qo'yishlaringiz mumkin. Masalan, bironta kanalda URL'si bo'ladi-yu, URL'sini berasizlar-da, mana shu odam meni videomni ko'rsin xolos deb qo'yishinglar mumkin. Bu yerda havola orqali bor. Sizlarga video mana video silkasi beriladi. Mana shu silka orqali kirsanglar bo'ladi. Atak kirib bo'lmaydi boshqa yo'l bilan. Hop, keyin bu yerda hammaga ochiq bor. Hammaga ochiq bo'lsa, shunday videongiz qo'yilib ketadi. Mana yerda pastida mana tezkor premyera deb belgilash turibdi. Buni ham bosib qo'yadigan bo'lsa, videolari avtomatik jonli efirga o'xshab ijro etiladi. Pastda mana reja degan qism bor. Men ko'pincha mana shu qismda qo'yaman. Rejani ustiga shunday bossak, mana bu yerdan ertangi sanani tanlayman. Masalan, 18-noyabr kuni men videoyim buna videolar asosan ertalabki 6 da qo'yilsa rekka chiqadi. 6 ni tanlayman. Maytda mana premyera sifatida belgilashni bosib turib, premyerani sozlashni bosaman. Bu yerdan 5 daqiqalik qilib qo'yaman. Bu nima mana teskari sanoq uzunligi. Videoingiz boshlanishiga 5 daqiqa qoldi, avtomatik teskari sanoq bilan boshlaydi. Endi mana videoingiz teskari sanoq bilan
boshlayotganda har xil animatsiyalar chiqadi. Xuddi shunaqa joyda o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerda man bolalarni bosib qo'ysam, mana har xil bunaqa bolalarga mana shunaqa chiqadi. Buni ham bolalar qiziqib, bu animatsiyalarni ham ko'rishlari mumkin bo'ladi. Saqlashni bosaman, shu bilan videoim tayyor. Tafsilotlarga nom hamma yoqda kiritdik, video elementlarini qo'shdik. O'zimiz videomizni mana bunda ham dastlabki tekshiruv hech qanaqa bir muammo topilmadi videoyimizda. Ochiqligida ham mana hech qanaqa bir muammoli joyi bo'lmadi deb o'ylayman. Hammaga ochiq qilasizlar, premyera reja qilib qo'yasizlar. Xohlasalaring premyera qilib qo'yasizlar. Buni keyin bitta rejani bossam bo'ldi, mana reja bo'ldi deyapti. Siz videongiz ertaga 18-kuni nechida chiqadi? 6 qildingmi? 6da chiqadi deyapti. Xo'p. Bo'ldi, shu hozircha qilingan ishlarimiz. Shunday qilib video qo'yamiz. Mana cheklovlar hech qanday deyapti. 18-noyabr kuni 2026-yil chiqadi deyapti. Shunaqa do'stlar, xullas video qo'yish ham unchalik qiyin emas. Xo'p do'stlar, men sizlarga keyingi videoyimizda bitta katta nisha bor. YouTube'da katta nishalari bor. Bundan bag'ib Ponni biz sizlar bilan nishalar haqida gaplashib, video qilib ketamiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kunma-kun oraya yangi video chiqyapti. Bu degani 2 kunda bir yangi video chiqadi. Har kuni 19:00 da har kuni bas kunma-kun ora 19:00 da xullas chiqadi video. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar. Keyin qanaqa nishalar qiziq sizlarga? Sun'iy intellektmi yo bir o'yin nishalarimi? Qanaqa nishalar qiziq? Shularni ham kommentariyada yozib ketinglar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosishni